Assalomu alaykum. Xo'p, jarayonda Honji motorni yechib olganmiz. Sabab reduktorlarni pachniga ketib qolgani sababli shestrinisi yeyilib ketgan. Xo'p, shestrinisi qimmat bo'lganligi uchun o'zini ximchit qilib, o'zini qo'yadigan bo'ldik yangi pachniga bilan. Xo'p, ma'lumot o'rnida aytib o'tay. Motorimizda 11 ta zaglush joylashgan. 8 ta kattaroq, 3 ta kichkina zaglush joylashgan. Qachondir betdan suv oqsa, mana bundan suv oqsa, mana motor atrofi tagidan bilingki zaglushga ketgan bo'ladi. Bu sabablardan antifriz gaz ko'tarilib ketishi, yoki antifriz gaz tushib ketishi bo'ladi. Shuni qarab ko'z quloq bo'lish kerak. Qatdan oqayotgan просто o'zingiz uchun bilib oling. Zaglushga separ. Pachimnik polshaniga qo'yyapmiz. Inshaalloh. Oldin ham qo'yganmiz, atkaz qilmagan. Cho'tki qilib, ovozlarni yo'q qilib, yaxshi yuradigan qilib inshaalloh ekanmizga.